Avarajjonkalar uchun shunaqa asalgina novinkalar kelgan qizlarjonlar. Buni bitta ko'ringlar. Bunisi qizaloqlar uchun bo'ladi. Shunaqa asalgina ko'ylachasi bor komplektida. Ko'rishingiz mumkin. Orqalari pistolli, matosi yumshoq, farzandingizga umuman botmaydi. Buni komplektida shunaqa ishtonchasi, shapchikasi, ikkita qo'lqopi va mana bunaqa asalgina bodichasi bo'ladi. Qizlar qaranglar. Bunisi ikkinchi variantimizga keladigan bo'lsak, ikkinchi variantimiz shunaqa asal ekan. Mana buni qaranglar. To'g'ri, raddomga bir marta kiygizasizlar, lekin bir umr esdalik bo'lib qoladi. Shunaqa bantiklari bor qizlarjonlar, juda ham kачествоsi zo'r va qo'shimcha mana bunaqa oyoq kiyimchasi bor. Oyoq kiyimchasi ham juda ham yumshoq ekan. Shapkasi, bodisi, qo'lqopi va ishtonchasi bo'ladi. O'g'il bola uchun ham mana bunaqa variantlarimiz kelgan qizlar. To'g'risi buni hozir sizlarga bitta nimasi borligini ayta olmayman, chunki ichida narsalari ko'p. Lekin ko'rsatib o'tib ketaman. Mana bunisi o'ramasi bo'ladi. Yumshoqqina mato shunaqa zo'r mazza qilib ishlatishingiz mumkin bolajoningizga. Oshxo'raga komplektida ikkita qo'lqopchasi, ishtonchasi, qo'shimcha mana bunaqa yana nimadirlar, ro'molchasi bor ekan va bu yoqda mana bunaqa bodi, asalgina bodi ham zo'r ekan qizlar, kачествоsi shunaqa zo'r. O'g'il bolaga bemalol olib bersanglar bo'ladi. Bizda Namanganda yaxtay deydi. Shunaqa yaxtaylari ham bor ekan bolajonlarimiz uchun. Bu yoqda shapkasi va yana bitta mana bunaqa ustki qismi kiyimi. Bundan tashqari ya'ni yumshoqqina, yengi-yu mana bunaqa bodichasi bor ekan. Narxlari ham qulay chiqqan. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Assortimentlarimiz juda ham ko'p.